stress va kortizol mavzularida hamkorlikda ishlayotgan ekanmiz. Menda konkretniy savol bor, ya'ni mijozdan kelib tushadigan savol. Nima uchun dam olsam ham menda charchoq o'tib ketmaydi? Buni javobi aniq. Chunki stressdagi insonda amigdala ruhiy, umuman aytaylik, ruhiy buzilish bor insonda amigdala boshqa tinchroq insonga nisbatan 3-4 barobar giperfaol bo'ladi. Ya'ni ko'proq Ko'proq chiqaradi. ko'proq gormon ishlab chiqaradida. Giperfaol degani kichkina trigger. Mana bundoq qilsam ham sizda уже stress reaksiya balandroq bo'ladi. Chunki biz nima dedik? Amigdala bu bosh miyani qo'riqchisi, himoyachisi. Bu birinchi faktor. Bu biologik faktor. Ikkinchisi eng katta faktor ijtimoiy faktor. Agar sizda stress bilan shug'ullanyapsiz, 100 ta zo'r psixologga olib keldikda, qo'pol qilib aytganda sizga yordam etmayapti. Nima uchun? Chunki zaharli muhitda yashayapsiz hali. Ijtimoiy stigma bor. Ijtimoiy stigma nimaga? Buncha sizni xarakteringiz slabiy, sal o'ziga keling. Qolganlar ham stress yuradi deyish o'zi sizda demotivatsiya, ya'ni motivatsiyangizni tushirib yuborishi mumkin. Buni nomini ijtimoiy stigma nomlaymiz.